بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 231 bab Babu iyadati sibyani yosh bolalarni ko'rish. 512 hadis Usama ibn Zayd radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Anna sabiyyan libnati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam thuqil. فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت. فقال الرسول اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة فأخذ النبي الصبي فوضعه بين ثدنوتيه ولصدره قعقعة كقعقعة السنة فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله؟ قال إنما أبكي رحمة لها إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء. وأسامة ابن الزيد radhiyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qizlarining bolasi og'irlashib qoldi. Shunda uning onasi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga odam yuborib, bolam o'ladigan bo'lib qoldi deb xabar qildi. Rasululloh kelgan xabarchiga aytdilarki, bor, o'sha qizimga ayt, beruvchi ham Alloh, olgan ham Alloh. Alloh o'zi beradi, o'zi oladi. Har bir narsani Parvardigorning huzurida belgilangan ajali bor. Sabr qilsin, savob umidida bo'lsin dedilar. Xabarchi qaytib borib Rasulullohning qizlariga xabarni aytdi. Shunda Rasulullohning qizlari yana odam yuborib, albatta kesirlar deb qasam ichib iltimos qildi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'z sahobalaridan bir guruhlari bilan turib, ichlarida Sa'd ibn Uboda ham bordilar. Kirib Nabiy sallallohu alayhi vasallam go'dakni olib, ikki ko'kraklarini demak ustiga bosdilar, bag'rlariga bosdilar. Bolani demak ko'kragidan po'killab turgan suv meshini nimasiga o'xshab po'killab turadi, ya'ni joni chiqay deb turgan ekan. Shunda Rasulullohning ikki ko'zlaridan yosh oqdi. Sa'd ibn Uboda Rasulullohga qarab 513 hadis Ibrohim ibn Abi Abla degan zotdan ekan. U kishi aytadilarki, maridat imraati فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي كيف أهلك؟ فأقول لها مرضى فتدعو لي بطعام فآكل ثم عدت ففعلت ذلك فجئتها مرة أخرى قالت كيف؟ قلت قد تماثلوا فقالت إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء. Ayolim kasal bo'lib qoldi deydilar ravi. Keyin Ummu Dardoni oldilariga bordim. Bu katta bir sahobiya ayol Ummu Dardo. U kishi ahling holi qandoq deb so'radilar. Shunda u kishiga aytdimki, kasal bo'lib qoldi. Shunda bir taom chaqirib, olib keltirib, menga yig'izdilar dedilar. Keyin yana qaytib bordim. Yana bir
Ummu Dardoni oldilariga borsam, ayolingni ahvoli qanday deb so'radilar. Shunda yaxshi bo'lib qoldi. Dedim, ayoling kasalligida senga ovqat qilib beruvdik. Endi yaxshi bo'lib qopti. Hech narsa qilmasa ham bo'ladi dedilar. Mana shu yerdan demak ayoli kasal bo'lgan odamlarga yordam berib turish. Shunaqa ovqatdan, kirdan, undan, bundan demak ayol kasal bo'lganda erkak kishi qiynalishini e'tiboridan tanish bilishlar, ovqatidanmi, boshqasidanmi xabar olib yordam berib turishligi kerakligi chiqadi. Sahobai kiromlarni mana shunaqa odatlari bor ekan. Bu Ummu Dardo roziyallohu anha mana shu ishni qilgan ekanlar.